Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Sardoba tumani 9-son bolalar musiqa va san'at maktabining 2025-2026 o'quv yiliga qabul jarayonlari hamda birinchi chorak yakuni bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'taman. 2025-2026 o'quv yilida birinchi sinfga jami 111 nafar o'quvchi qabul qilindi. Ushbu o'quv yilida maktabga 19 nafar o'qituvchilar ishga qabul qilindi. Shundan 15 nafari oliy ma'lumotli o'qituvchilar. Bugungi kunda maktabimizda umumiy o'qituvchilar soni 36 nafar. Oliy ma'lumotli o'qituvchilar soni 22 nafar. Foiz hisobida 61% ni tashkil qiladi. Maktabda 9 ta yo'nalish mavjud bo'lib, fortepiano yo'nalishida 6 nafar, xalq cholg'ulari yo'nalishida 8 nafar, akademik xonandalik yo'nalishida 1 nafar, estrada xonandalik yo'nalishida 1 nafar, an'anaviy xonandalik yo'nalishida 1 nafar, tasviriy san'at yo'nalishida 6 nafar, amaliy san'at yo'nalishida 10 nafar, teatr san'ati yo'nalishida 2 nafar, xoreografiya yo'nalishida 1 nafar o'qituvchilar o'z faoliyatini olib borib kelmoqda. 2025-2026 o'quv yilida maktabimizda sentyabr oyida Yosh musavvirlar nomli ichki ko'rik tanlov bo'lib o'tdi. Undan tashqari o'quvchilarimiz Samarqand shahrida bo'lib o'tgan San'atim faxrim respublika tanlovida 2 nafar o'quvchimiz 2-o'rinni qo'lga kiritishdi. Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Marhabo talantlar respublika ko'rik tanlovida 8 nafar o'quvchimiz ishtirok etib, shundan 2 nafari 2-o'rinni qo'lga kiritishdi. 29-31 oktyabr kunlari birinchi chorak yakuni bo'yicha imtihonlar bo'lib o'tdi. Hamda jami 246 nafar o'quvchi imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirishdi. Qisqacha ma'lumotim shu, e'tiboringiz uchun rahmat.